Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Qayerdansiz tog'a? Surxondaryo Sarosiyadan. Surxondaryo Sarosiyadan, ha? Prinsip ma'qul bo'ldimi? Prinsip juda yo'qdi. Aytganingizdek qilib berdimmi? Ko'ngildagiday bo'ldi. Obunachilarga nima deysiz? Endi hammaga tavsiya qilardim. Yana ham tez muddatda, qisqa kunda. 3 kun ichida taklab bering. 3 kun bo'ldimi? 3 kunda bo'ldi. Qisqa muddatda. Yaxshi kunlarga ishlating akajon. Mana Samarqand Jomboyga kelib olyaptilar, Surxondaryoda ekanlar. 1.30 ga 2 metr yasab berdik, tentlari bilan. Mana Surxondaryoning mashinasi. 75. Rushotka tentlari olinib qo'yiladigan Lacetti 15 lik balonlar, Shivillerdan bo'lgan mana. Amazon Risol bo'ladi mana taglari. Aytganlaridek qilib tentli qilib berdik. Tentlar rushotkalar olinadi, ichiga qo'y bosaman deyaptilar, mayda molcha. Shunga moslab taxlab berdik. Mashinani qiynab ham qo'ymaydi. 1.30 ga 2 metr. Adres Samarqand Jomboyda. Bu yoqdan kelishi Unzot, Manzotda o'tgandan katta trassani ustida bu yoqqa o'tib ketsangizlar, Toshkentga o'tib ketasizlar. 1, 2, 3, 4. Bu yoqda 5 ta. 5 ta 6 ta pristamiz tayyor bo'lib qoldi. Kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaversa taxlab beramiz. Tog'am ma'qul bo'ldimi? Rahmat aka, bo'ladi. Mayli aka, yo'lingiz bo'lsin, yaxshi kunlarga ishlating. Omad. Ha, rahmat. Ishlaringizga omad. Surxondaryoga borib aytasiz obunachilarga, nimalarga, hamsiyalarga, nimada Samarqand Jomboyda bo'lasiz. Mayli tog'a, yaxshi kunlarga ishlating. Mana ketyaptilar.